Bir 2-3 kunlikda qishloqdagi do'stimiz telefon qilib turibdi. Meni uchastkavoy chaqirib turibdi. Ya'ni profilaktika inspektori chaqirib turibdi. Nima bo'ldi? Falon bo'ldi. Buni hech qanday huquqiy oqibati yo'q-ku dedim. Yo'q, meni chaqirib turibdi. Ko'chaning tilida davleniya berib turibdi. Aha. Men aytdim, mayli bor dedim. Dedim, advokat palonchini men tutdim. Meni nimada ayblab tursan? Shuni so'radi. Keyin so'radi. Nimada? Siz falon qonunni falon bandini buzdingiz. Yaxshi. Buzdi. Shunday deyatirmisiz? Men telefon qildim. Men falonchiman, Hasanov Nurbekman, advokatman. Shu fuqaroni chaqiribsiz. Nima mazmunda chaqirdingiz? Mana shu qonunni falon bandini buzdi. Nima harakati bilan? Mana shu harakati bilan. Keling, men qonunni ochaman. Telefonda Lexus programmasi bor. Lexusni ochdim. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda falonchi moddasini ochdim. Falonchi moddani ochdim. Hurmatli falonchi. Profilaktika inspektor. Siz ham qonunni oching. Qaysi bandini tushyapti? To'g'ri, qonunni bu bandini tushmaydi ekan, lekin bu falon joyda sudda o'tirgan ekanlar.